Endi moshinniklar kartalardan pul yecha olmaydi. Ularga zo'r lifehack ko'rsataman. Balki buni ko'pchilik biladi, balki bilmaydi. Mana hozir bank kartamizga kiramiz. Xo'p, bank kartaga kirganingizda mana kartalarim bo'limiga kirasizlar. Mana kartalar bor. So'm kartalarni himoya qilish uchun eng zo'r varianti mana o'zingizlarga mana bunaqa kashlik ochasizlar. Ya'ni hamyon bo'ladi. Ruschasida hozir kashlik dedim. Bu hamyon bo'ladi. Mana mash hamyonga shunday pulinglarni o'tkazib qo'ysanglar. Hamyonga pulni o'tkazish yo'li mana so'm, dollarda bo'ladigan bo'lsa, mana hamyonga kirasizlar-da. Shuni ustiga bossanglar mana to'ldirish chiqadi. Hop, mana bu yerdan tanlab olasizlar, qaysi kartadan o'tkazish kerak. Misol uchun mana bu kartadan o'tkazadigan bo'lsanglar, mana o'tkazadigan kartani yana tanlaysizlar. Mana hamyon bu shunchaki o'tib ketadi mana. Mana bu kartalarda har doim turadi. Bu yerdan hech kim yecha olmaydi, chunki buni aniq serialniy nomeri bo'lmaydi. Mana hamyonda turadi. Bundan ham oddiy ishlatsanglar bo'ladi. Mana o'tkazmalar qilib yoki boshqa narsalarga ham to'lovlarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Shu yerda pulinglar har doim xavfsiz bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, tanishlarga ham yuborib qo'yasizlar. Moshinniklardan ehtiyot bo'lasizlar.